3. qism. Fatimaning ko'z yoshidan huzur olgan Oysham xushalliqida olimga telefon qildi va Fatimaga degan gaplarini hamda uning yig'lig'ini ketganini so'zlab berib, bakli xush bo'lganligini aytib xo'shlashdi. Bechora oq ko'ngil Fatimaning xiyoli odishi Ruqiyada qolgan edi. Sababsizlar o'zini qochirganligida balkim biror sabab bo'lishi mumkin deb sababini bilishga tirishdi. Mana bugun Fatima orada oldi bozorga savdolik qilg'ili kirgan edi. Ruqiya bilan Oysham uningga uchrab qoldi. Tuyuqsiz adishini ko'rib qolgan Fatima Ruqiya deb tovlidi-da, ularning yeniga berib ko'rishdi. Adash, sen yaxshi turdingmi? Men bilan ko'rishmasang mayli. Lekin o'zini cho'qim yaxshi asirg'in, debli ketib qoldi. Ruqiyaning ko'zlaridan ixtiyorsiz yosh tomchiladi. Bu ko'rinishni ko'rgan Oyshamning bekla ochiq kelib Ruqiyaga chandurmasdan olimga uchur yo'llab xabar yetkazdi. Ruqiyaning telefoni sayridi. Telefonni olim urgan edi. Nadasan? Men orada oldida Oysham bilan billa. Hozir kim bilan ko'rishding? Birisi bilan ko'rishmadim. Shu Fatima bilan tasodifiy uchrashib qoldim. Ko'rishiblam ketib qoldi. Sen nerede bo'lsang, mening nazarimdan soqit bo'lmaysan. Diqqat qil ha. Deb telefonni qo'ydi olim. Olimning qanday xabar topganligiga aqli yetmagan Ruqiya Oyshamga dedi. Endi ko'rsam olim qana bilgandu deyma. Balkim olimning do'stlari ko'rganda adash, ortiqcha o'ylab ketmaya bo'ldi. Elmo uzun paranglashmadan Fatima bilan bo'lmas ish borkan, dedi chandurmasdan. Rost deysa Oysham, olim meni Fatima bilan qattiq ko'rishmaysa deb eskartib qo'ygandi. Sen guvoh bo'la adasha, men emas Fatima o'z kelib ko'rishdi, dedi bechorlik bilan. İşkisi bozordan yenib Ruqiyaning uyiga berishdi. Oysham bizanglik qilib, "Erim Qashqarda bo'lmagandan keyin sening uyingda qo'nib qolaymi, adash?" dedi Ruqiyaga. "Ma'qul adash, sen qo'nib qolsang kechichi mo'lishib yotamiz." dedi Ruqiya xo'sh bo'lib. Mana bu tulkijin ayol ishkisining kechidagi mehrining birlashishidan cheklashga boshladi. Biroq buni bu sodda oq ko'ngil Ruqiya asla bilmaydi. Ayollar odamiyligini yo'qotsa nimacha razil bo'lib ketagandi ha? Yaqin do'stining erini tortib olmoqchi bo'lyotdi desa. Olimmi, bo'ldi ishkinglar billa yetinglar, men ayrim yetib aram olay dedi. Ruqiya erining to'g'ri tushunganligidan ta'sirlanib, "Rahmat jinim, sizni yolg'iz qo'ydigan bo'ldim", deb erining o'rnini rostlab berib chiqib ketdi. Mana Oysham bilan Ruqiya kechini paranglashib yetib, tong etishiga yaqin Ruqiya uxlab qoldi. Odam qalbidan chiqqan Oysham ovoz chiqarmay olimning hujrasiga kirdi-da, Ruqiyaning karotida olim bilan birga bo'ldi. Ruqiyaning hech ishdan xabari yo'q, tatliq uxlayotdi. Mana paskashlik bilan Ruqiyaning hujrasida bir kechani xotirjam o'tkazib, uyalmasdan munchaga tushib, to'ydirmasdan o'rniga kirib yotdi Oysham. Beshiga yog'liq ortib olg'ashqa chechining yo'l ekanligini belgili bo'lmaydi. Tong etishiga yaqin Ruqiya o'rnidan turdi-da, soxtipaz Oyshamni uyg'otib yetib qolmaydi, putining uchida dastlab chiqib ketdi-da,
Öyləni bir qor serib süpürüb ətiganlik naştığı tayyorlik qilib, Olim bilan Oyshamni ballarını uyg'otdi. Ularning ballarining cho'ngi o'g'il 12 yoshga kirgan edi. Kichigi qiz 10 yoshga kirgan edi. Ruqiya atganchoy qilib ularga naştlik berib, ballarini maktabga yo'lga soldi. Orqadan Olimni do'konga yo'lga soldi. Oxirida Oysham bilan yolg'iz qoldi. Oyshamning o'g'li texig'ich uxlayotdi. İkisi paranga tushdi. Ering Qashqarga kelib tijorat qilsa bo'lmamdi, adash? Dedi Ruqiya. Onu bir demege adaş. Sana demege idim. Ben yamanlap yenip geldim. O sırada aşını tutup oynap, bana pullu berip koyup başka iş bilen karı olmadı. Acırışıp giteydinsem, oğlum yetim bulup kalmasın, dep çidap gelgeydim. Bırak endi onun aşnısı beni aramımda koymayıvatıdı. Dolu telefon kılıp xittanı al, irim beni dep. Oyshamning echinishlik yig'isini ko'rib Ruqiya bakla chidamay qoldi. Bo'ldi, adash bundaq shig'lama, og'rib qolsa, bo'pti, hech qisi yo'q. Balamo cho'ng bo'lib qolar. Bunda xo'rliq tatib yashag'icha ajrasang ajrashib ketasa, yana baxtini bera. Bo'ldi. Oysham nemildis ishinib yurgan Ruqiyaning do'tligiga hayronman ba'zida. Shundaq tasalli berib bo'lib, Oyshamni o'zitib qo'ydi Ruqiya. Oyshamning so'zlari ta'sir qildi bo'lg'ay, ichi titildab qo'li ishqimi barmaydi. Tulkijin odishi uchun buncha azoblangan Ruqiya, agar eri bilan Oyshamning pastkashligini bo'lib qolsa qandoq bo'lib ketar ha? Oysham uydan chiqib Olimga telefon qildi. İkisi birga mashinada aylang'ash paranglashdi. Oysham Olim bilan qasddan jadal qildi. Ruqiya degan xotin taqgan zibizinnatlarni taqashga loyiq emasmikanman? Ma'mu uning zanjiriga o'xshash zanjirab bersiz. Hozir bo'lmas bizning ishlarimizni oningga deyman. Men ap bermayman demadim-ku sana. Nimani xohlasang shuni ol. Deb pul beray deb turishiga, Men olmayman. O'zing zat bersiz. Ma'qul. Men ap beray. Nemanchi ta'tirlik qilsam bugun. Seni to'niyolmay qelyapman, jimo. deb qo'yib mashinani Heydgahdagi mashina to'xtatish maydoniga to'xtatdi. Oyshamni mashinada o'ltirib tur, men berib zanjirni olib kelay deb ketdi. Yarim soatlardan keyin Olim zanjirni elib chiqdi. Darvaqa zanjir Ruqiyanikisi bilan o'pma o'xshash edi. Zaharxanda Oysham: Pah, bekli chiroyli ekan, rahmat sizga jinim. Necha gram bu zanjir? 48 gram. Ruqiyaning necha gram edi rost? Nemandaq gaping jiq seni. Ruqiyaning 40 gram edi. Bo'ldimi? Endi xush bo'lgansan. Sen bilan aralashganim uchun meni pushaymon qilg'izmagin, ha? deb ochiqlanib mashinani o't oldirdi-da, chiqirtib is chiqarib mashinani haydadi. Oy, nimaga ochiqlaysiz? Mundaqni so'rab qo'ydim, pushaymon qilgan o'xshamamsiz. Rostga qiling, agar pushaymon qilgan bo'lsangiz, o'g'lingizni mashinangizning ostiga tashlayman. Nima deyapsa? Bir onadek gap qiljimo. Shu, sizning Ruqiya degan qonji xo'lan bir uyda turayotganingizni o'ylasamlar, uni o'ldirib keladi. deb ochiqdan tishlarini g'o'chirilib ketdi Oysham. Tala mushuk uy mushukini qo'g'labdi degan mushi bo'lsa kerak. Voy, nima deyapsan Oysha? Sen 2 yilning oldin menga nima degan eding? Unutib qolmagansan? Siz bilan to'y qilmasammi, yenimga kelib to'singizda bo'ldi. Sizni tanglik qo'ymayman deyapsan. Endi nima bo'psa? Men aslida Ruqiyaning edim. Oningdan voz kechishim mumkin emas. Sana eskartib qo'yay. Gap so'zingga diqqat qil. Uni adab bilan chaqir. Onunga haqorat keltirishingga yo'l qo'ymayman. O shundaq adablik, axloqliq. Mendan boshqa erkak chivinni o'ziga qo'ndirmay yashaydi.
O mening ömürlük baxtim. Sen bilan mening muhabbatim faqat nafsimizning taqozosi uchun vujudga chiqib qolgan. Aslida ikkimizning ishi bir cho'ng xatolik edi. Yaman yeri bir o'g'limiz bor bo'lib qoldi. Bo'lmasa buruli sendan ayrilib ketishni o'ylashgan. Ayşem saranglik qildi. Mengayotgan mashinadan o'zini atmoqchi bo'ldi. Olim chaqalliq bilan eshiklarning qulupini besivatdi. Qulupni oching! Men yashamayman. Sizga o'rnab beraman. O'g'lingiznimi mashinasining ostida o'ldiraman. Voy ishblar, qanjoq? Men yaningda tursam, men nimaga qanot qilmaysan? Texir Ruqiya bilan bahslashib yuriysan. Bo'pti desam, oningga tattakkizdim. Oningga ma'qul desam, endi qorningni yerib chiqqan o'z o'g'lingni qaslayman deysan, ha? Bu odam emas, hayvon. Ikki tastakni yegandan keyin sal o'ngshilib qoldi bu davxo Ayşem. Dadamdan anglayotdim. İşitmeyeceğiz ayollar bor. Tayoq yegisi kelsa, qasdan er bilan jidal chiqirdi. Tosi bir urib qo'ysa, o'ngshilib yavaşlab ketdi deb. Mana bu Ayşem aslida shunday ayolkan emasmi? Deb o'yladi olim. Tayoqdan keyin hoshini topgan Ayşem olimdan kechirim so'radi. Olim qapaqma ochmay Ayşemni uyining oldiga opirib qo'yib, endi Ruqiyaga yomonlik o'ylamaslikni askartib qo'yib ketdi. Olim uyga keldi. Ruqiya eri uchun tamoqlarni etib, tayyor qilib o'tirgan edi. Aslida bu ikki oshiq ma'shuq bir-biriga bakla mos keladi. Bu olimmu bak axloqli odam edi. Ayol kishini ez qo'ydab rostamdikin mana bu Ayşem degan po'rko'tak tulkijin u fazilatlik erni yo'ldan chiqardi emasmi? Tamoqni yeb bo'lib, ayol ikkisi birlikda kitob o'qishga boshladi. Kitobni Ruqiya bakli jonliq hamda tushunishlik, hissiyotliq o'qiydi. Ayolning kitob o'qishlaridan huzurlanib o'tirdi olim. Ruqiya kitobni o'qib bo'lib, u kitobdagi ta'sir qilgan mazmunlarni birlikda mulohaza qilishdi. Olim shiklishib ketdi. Ruqiya erining bu g'amkin holatini ko'rib, nemish bo'lganligini so'radi va o'zidan ranjib qoldimikin deb ansiradi. Olim xijillikda ayoliga aytishni yoki sir tutib vijdon azobi tortib yashayverishni o'ylanayotdi. Mendan xafa bo'lib qoldingizmi, jinim? Ya xudon, sendan ranjishim aslo mumkin emas. Sen mening hayotimdagi eng katta xushalligim ham baxtim. Shundaqla mening aqlimni qo'zg'atuvchi motorim. Jinim, seni so'yaman. Sen mening hayotimsan. Deb Ruqiyani bag'riga bosdi. Hamda Ayşem bilan Ruqiyaning farqini yana bir qatam his qildi. O'zini qayta aybladi. Pastkash ko'ngli uchun qilgan ishi uchun vijdon azobi tortib o'tdi.